Assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar? Excitement section review davom ettiramiz. Orqamdagi misol obunachilimizdan kelgan. Xo'p, ingliz tilini bilmaydi, tarjima qila olmagan, tarjimasini ko'raylik degan. O'ta ham oson misol. Mendan oldin ishlashga harakat qilib ko'ring. Xo'p, bo'lmasa ketdik, tarjima qilib ishlaymiz. Nima deyapti? There are 20 marbles in the bag. So'mkada 20 ta marjon bor. Yaxshi. 8 red marbles, 10 green marbles and 2 blue marbles. Demak, 3 xil marjon bor ekan. Nechta? 8 ta red. Hop, 10 ta green, G deb qo'y, va 2 ta blue, 2 ta B. Hop, endi aytyapti, what is it? If one of these marbles is selected at random, bu nima degani? Agar marjonlarning bittasi select tanlamoq randomly tanlasa, ixtiyoriy olinsa, what is the probability of selecting a red marble? Qizil marjon chiqishi ehtimolini toping. Bundan da bir oson misol uchramaydi desaydik-da. Qizil marbollar nechta edi? 8 ta. Umumiy marbollarimiz 20 ta. Demak, 20 tadan qizil marbol chiqishi ehtimoli 8 ta bo'lgani uchun 8 taqsim 20 bo'lar ekan. To'g'ri javob B.